Expo liniyasida meta bo'lgan Uranusni qachon olish kerak-u yoki qachon olish xato? Shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Mobile Legends haqidagi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling. Uranusda dushman jamoasida chist yuron beradigan geroylar bo'lsa, olish xato. Masalan, Kerry, Alpha, Xbox Cloud kabi zashtani teshib tashlaydigan geroylar Uranusda soniyalar ichida yo'q qiladi. Shuningdek, dushmanda Valir yoki Baxiya kabi anti-heal effekti bo'lgan pikka qarshi olish shunchaki o'yinda yutqazishdek gap. Agar raqib drafti burst damage'ga tayangan bo'lsa, Uranus eng yaxshi tanlov. U dushmanni barcha asosiy skillarini o'ziga yig'ib, o'lmasdan qaytib chiqadi va dushmanni manyovrsiz qoldiradi. Agar dushmanda davomiy uron va sekinlashtiruvchi effektlar kam bo'lsa, Uranus liniyani shunchaki yopib tashlaydi. Uranus tank emas, u komanda uchun shit. Jamoangizda asosiy kontrol beradigan tank bo'lsagina Uranus toring. Aks holda jamoangiz kontrolsiz qolib, janglarda yutqizadi. Uranusga o'zim yig'adigan sborka va emblemalarni Telegram kanalimda joyladim. Profilimdagi silka orqali o'tishingiz mumkin.